Barchaga assalomu alaykum. Bugun demak anorganik kimyo 8-dars mavzusini boshlaymiz. Mavzu valentlik, binovar birikmalar. Valentlikda ta'rifini ayta olamiz. Valentlik bu bir element atomining boshqa bir element atomini cheklangan miqdorda aksonlarni biriktirib olish xususiyatiga valentlik deyiladi. Valentlik so'zining ma'nosi kuch degani. Valentlik tushunchasini fanga Edward Franklin olib kirgan. Valentlik ikki xil bo'ladi, o'zgarmas hamda o'zgaruvchan. Mana bu yerda yozilgan. O'zgarmas valentli elementlar 1, 2, 3 valentli elementlar keltirilgan. O'zgarmas bir valentli elementlarga davriy sistemaning asosiy birinchi guruhida joylashgan elementlar vodorod, litiy, natriy, kaliy, rubidiy, seziy, fransiy kiradi. Bundan tashqari 7-guruhda joylashgan ftor elementi ham kiradi. Yodlashda oson yo'li, birinchi guruhda asosiy guruh elementlari vodorod, litiy, natriy, kaliy, rubidiy, seziy, fransiy. Demak, fransiy F bilan tugayapti. Yana bitta F elementimiz ftor. O'zgarmas ikki valentli elementlar davriy sistemaning ikkinchi asosiy guruhda joylashgan elementlar berilliy, magniy, kalsiy, stronsiy, bariy, radiy. Bundan tashqari shu guruhda qo'shimcha, ya'ni yonak guruh elementlari rux hamda kadmiy. Demak, e'tibor beramiz, kadmiy K bilan tugayapti. Bundan tashqari kislorod elementi ham kiradi. O'zgarmas 3 valentli elementlarga davriy sistemaning 3-guruh elementlari bor alyuminiy, galiy, indiylar kiradi. O'zgaruvchan valentli elementlarga mana bu yerda yozilgan, bularni yod olamiz. Topshiriq 1 hamda topshiriq 2. Topshiriq 1 quyidagilar orasidan o'zgarmas bir valentli metallarni toping degan. 1 litiy, 7 rubidiy kiradi. Topshiriq 2 quyidagilar orasidan 3 valentli elementlarni tanlang debdi. 1 alyuminiy, 2 fosfor, 3 oltin, 5 marganiz, 6 xlor, 8 temir elementlari kiradi. Valentlik asosida kimyoviy formula tuzish. Valentlik asosida kimyoviy formula tuzishda quyidagiga e'tibor beramiz. Ikki elementlar valentliklarni o'zaro almashinadi. Masalan, alyuminiy hamda kislorod. Bilamiz, bu yerda alyuminiy valentligi 3, kislorod valentligi 2. Shu yerda valentlik orqali birikma formulasini tuzishda ikki element valentliklarini o'zaro almashinadi. Almashilgan valentliklar, masalan, kislorod valentligini alyuminiyga, alyuminiy esa kislorodga beradi. Xo'p, bunda alyuminiy kisloroddan 2 sonni qabul qila oladi va o'ng tomoni pastki qismiga yoziladi. Kislorod alyuminiydan 3 sonni qabul qila oladi hamda kislorodning o'ng tomoni pastki qismiga yoziladi. Shuni yoddan chiqarmaymiz. Formula kelib chiqadi. Alyuminiy 2O3. Masalan, oltin guruhda 6 valentli birikmasini hosil qilamiz kislorod orqali. Keyingisi. Oltin guruhda 6 valentli kislorodli birikmasining formulasini tuzib chiqamiz. E'tibor bersak, shunda oltin guruhda 6, kislorodimiz mana 2 valentli ko'rib turganimizda 6 va 2 sonlari qisqaradi. 2 o'ziga bo'lsak 1, oltin 2 ga bo'lsak 3. Demak, oltin guruh kisloroddan 1, kislorod oltin guruhdan 3 raqamni oladi. Yuqorida aytgandek 1, ya'ni oltin guruh o'ng tomoni pastki qismiga yoziladi. Odatda yozilmaydi bu. 3 esa kislorod oladi 3 ni va kislorodning o'ng tomoni pastki qismiga yoziladi. Ko'rib turganimizda birikma formulasi esa 3 kelib chiqdi mana. Quyidagi jadvalda valentlik asosida mana kimyoviy formulalar keltirib chiqarilgan. Buni ko'rib tanishib chiqamiz. Keyingisi binovar birikmalar. Binovar birikmalar bular ikki elementdan tashkil topgan birikmalar binovar birikmalar deyiladi. Bularga qisqacha ma'lumot berib o'tilgan, xossalari oksidlar mavzusida to'liq tushuntiriladi bularni. Oksidlar, karbidlar, nitritlar, sulfitlar, silitsidlar, gidridlar va hokazolar kiradi binovar birikmalarga. Topshiriq 3. Quyida elementlardan foydalanib, ularning binovar birikmalarini hosil qiling, ya'ni valentliklarga asosan bularni mustaqil bajarib chiqamiz. Mavzumizda demak nazariy qismi shu. Mavzuga oid savol-javoblar, albatta bularni mustaqil yod olishimiz shart. Kerakli o'zi 13 ta savol berilgan. Kerakli savol hamda javoblari berilgan. Mavzuga oid testlar. 1. Bir valentli elementlar keltirilgan qatorini toping debdi. Bir valentli elementlar bu yerda ko'rib turganimizdek C variant. Vodorod, natriy hamda seziy. Keyingisi 2-1. O'zgaruvchan 2 valentli elementlar keltirilgan qatorini toping debdi. O'zgaruvchan 2 valentli elementlar A jobda berilgan. Bu yerda masalan temir 2-3 valentli, qo'rg'oshin 2-4, oltin guruh esa 2-4-6 valentli namoyon qiladi. Muhimi, o'zgaruvchan 2 valentli bo'la oladi. To'g'ri javob demak A varianti.
3 1. Qaysi element o'zgaruvchan 2 3 6 valentlar namoyon qila oladi? Bu elementimiz demak xrom elementi yodlab olamiz. To'g'ri javob demak D variant. To'g'ri 1. Qaysi element o'zgaruvchan 1 2 valentlar namoyon qila oladi? Mis elementi. C variant. Keyingisi 5 1. Bariy X2 birikmasi tarkibida 0.3 mol bariy 0.6 gram X mavjud bo'lsa, X ni toping debdi. Xo'p, yoza olamiz birikmani. Bariy X2. Shunda bariyimiz 0.3 mol ekan, tepasiga qo'ya olamiz mana 0.3 mol. X'imiz 0.6 gram. Tepasiga qo'yamiz mana 0.6 gram. Endi birikmada bariy bitta, bu degani 1 mol bariy necha gram X ga to'g'ri keladi? 1 dan 0.6 ko'paytirib 0.3 ga bo'lsak, X'imiz kelib chiqadi 2 gram. Ko'rib turganimizda X'imiz 2 ta bo'lganligi uchun 2 gramimiz 2x ga to'g'ri kelsa, X'imiz demak 1 gram. Massasi 1 bo'lgan element bu vodorod elementi. To'g'ri javobimiz B variant. 6.1. X y birikmasida 0.1 mol X 3.2 gram Y mavjud bo'lsa, Y ni toping. Mana yoza olamiz X, Y birikmasi. Birikmada ko'rib turganimizda bitta X, bitta Y. Ikkalasi ham noma'lum element. Muhimi, ikkalasi ham bittadan atom hosil qilib birikkan. Shunda X'imiz 0.1 mol, Y'imiz 3.2 gram. Ana endi 0.1 mol X'imiz 3.2 gram X Y ga to'g'ri kelsa, 1 moli necha gramga to'g'ri keladi? 1 da 3.2 ko'paytirib 0.1 ga bo'lsak, demak 32 gramga to'g'ri kelar ekan. 32 massaga ega bo'lgan element, ya'ni ko'rib turganimizda Y'imizda o'zi bitta atomning massasi 32 gram. Bitta atomning massasi nisbiy atom massa deyiladi. 7.1. Quyida X va Y moddalarining massa va mol miqdorlari grafikdagi kabidir debdi. Bunga ko'ra, demak, quyidagi shartlarni bajarish kerak ekan. Avvalambor grafik chizmani chizib olamiz. Demak, mana grafikda ko'rib turganimizda tutashgan nuqta bu X ga, bu esa Y moddasiga xos. Bu yerda massalar berilgan. Yuqorida demak, ko'rib turganimizda vertikal yo'nalishda massa, gorizontal yo'nalishda mol berilgan. X'imizda to'g'risiga mana massasi qo'yilgan 6.4 gram, Y'imiz esa 4 gram. X'imizning moli 0.2 mol, Y'imiz esa 0.25 mol kelar ekan. Yoza olamiz. 6.4 gram X'imiz 0.2 mol kelsa, 1 moli necha gram keladi? 6.4 ni 1 ga ko'paytirib 0.2 ga bo'lsam, 32 gram kelar ekan. Bitta X'imiz massasi 32 gram. Yodda saqlaymiz. Har qanday moddani bitta atomining massasi bu nisbiy atom massa hisoblanadi. Demak, oltin gurt ekan. 3-chi ishimiz 4 gram Y'imiz 0.25 mol kelsa, 1 moli qancha gram keladi? 4 da demak 1 ga ko'paytirib 0.25 ga bo'lamiz. Har qanday sonni 0.25 ga bo'lish shu sonni 4 ga ko'paytirish degani. Ko'rib turganimizda demak 16 gram keladi. Massasi 16 gram kelgan element bu kislorod elementi hisoblanadi. Demak, xulosa qilsak, X va Y elementimiz. X elementimiz oltin gugurt. Y elementimiz mana ko'rib turganimizda kislorod kelib chiqdi. Bunga ko'ra shartlarni bajaramiz. Birinchisi, birikma tarkibi X, Y 2 bo'lganda birikmada 50% Y mavjud debdi. Hop, yoza olamiz. X, Y 2, X'imiz oltin gugurt. Demak, o'z-o'zidan SO2 kelib chiqar ekan. Massasi 64, 100% bo'lsa, birikmaning massasi, Y'imiz kislorod 32 gram mavjud. Mana necha foizga teng? Qisqartira olamiz ikkalasini. 32 ni bo'lsak o'ziga 1, 64 ni 32 ga bo'lsak 1, 2. 100 ni 1 ga ko'paytirib 2 ga bo'lsak, haqiqatan ham demak 50% ekan. Demak 1 to'g'ri. 2.
Birikma tarkibi x, y 3 bo'lganda x va y elementlar massasi nisbati 3 2 kabidir debdi. Yoza olamiz birikmamiz x, y 3. Bu degani SO3. Birikmada oltin gurt 32 gram, kislorod 48 gram. Har ikkalasini 16 ga bo'lsam, bu 2, bu 3 nisbati kelib chiqdi. Bizda 3 2 dedi. Demak, bu fikr noto'g'ri. Uchinchisi. Birikma tarkibi x, y 3 bo'lganda birikmada 40% y mavjud. X, y 3 bu demak SO3. Massasi 80. 100% olamiz massani. Shunda 40% y debdi. Y'imiz kislorod 48. Demak, x ga teng. 100 bilan 80 ni 20 ga qisqartiramiz. 5 4. 4 bilan 48 ni qisqartiramiz. Ya'ni 48 4 ga bo'lsak 12. 12 ni 5 ga ko'paytirsak 60% ekan. Bizga demak 40% ekan. Bu fikrimiz ham noto'g'ri ekan. Yuqoridagi ma'lumotlar asosida noto'g'ri fikrni toping debdi. Noto'g'ri fikrimiz 2 bilan 3, to'g'ri fikrimiz 1. Shunda to'g'ri javob demak 2 va 3. B varianti ekan. Keyingisi 8 1. Jadval berilgan. Birikma birinchi hamda ikkinchi birikmani beribdi. Birinchi birikmamiz A2B3, ikkinchi birikmamiz demak formulasi. Keyingisi A ni massasi. Keyingisi birikma massasi berilgan ekan. A ni massasi 11. Demak 5,5. Birikmamiz 15,8. 8,7. Quyidagi ko'rinishda mana birikmani jadval chizib oldik. Endi yozamiz. A2 B3 birinchi birikma. Shunda A ni massasi 11 gram debdi. Xo'p, yozamiz. Ko'rib turganimizda birikmada ikkita A bor. Yozamiz. Ikkita A'imiz 11 gram kelsa, qani bitta A ni massasi necha gram keladi? 5,5 gram kelar ekan. Nima uchun bitta A ni massasini topishimiz kerak? Sababi yuqorida aytganimdek yodda saqlashimiz kerak. Bitta atomning massasi bu nisbiy atom massaga teng. Keyingisi. Shu birikmani umumiy massasi 15,8 ekan. Demak, A2B3 ni massasi 15,8. Birikmada A ni massasi 11 gram bo'lsa, 15,8 dan 11 dersam, B ni massasi kelib chiqadi, demak 4,8 gram. Shunda fikrlaymiz, B imiz 3 ta, 3 ta B ni massasi 4,8 gram kelib chiqsa, bitta B ni massasi 1 demak 6 gram mana kelib chiqar ekan. Keyingi birikmamiz noma'lum, shu uchun AX va Y deb olamiz. Shunda birikmaning umumiy massasi 8,7 gram. Shu birikma tarkibida 5,5 gram A bor debdi mana. 5,5 gram A bo'lsa, 8,7 dan 5,5 dersak, 3,2 gram demak B kelib chiqar ekan. Xo'p, biz bilamiz bitta A ni massasi 5,5 edi. Bu yerda ham A'imiz 5,5 gram. Demak, birikma tarkibida A bitta. B ni massasini topa olsak 3,2 gram degan. Yuqorida ko'rib turibmiz B ni massasi mana 1,6 edi. Demak 3,2 ni 1,6 ga bo'lsak, shu birikmada qani nechta B ekanligi kelib chiqadi. Demak 2 ekan. Birikmamiz formulasi shunday kelib chiqadi. A B 2. To'g'ri javob A varianti. Keyingisi 9 1. X va Y atomlaridan hosil bo'lgan X2, Y3 va X2, Y5 birikmalarining 0,100 moldan olinganda massalari mos ravishda 1,42 gram kelsa, X va Y elementlarini toping debdi. Hop, yoza olamiz. Tarkib birinchisi X2, Y3, ikkinchisi X2, Y5 ekan. Ikkalasi ham 0,100 moldan olingan ekan. Yozib qo'yamiz. Ikkalasi ham 0,100 moldan. Shunda bu birikmani og'irligi 1,1 gram, bu ikkinchi birikmamiz 1,42 gram kelib chiqqan ekan. Birinchi ish, birinchi moddani topa olamiz massasini. 0,100 moli 1,1 gram kelsa, 1 moli qancha keladi?
har qanday sonni 0.100 dan 1 ga bo'lish 100 ga ko'paytirish degani shu sonni. Birikmani og'irligi 110 gramm. Bu ayni paytda x2 y3 ning og'irligi. Ikkinchi birikmamiz 0.100 dan 1 mola 1.42 gramm kelsa, qani 1 mola qancha keladi? 1.42 ni 1 ga ko'paytirib 0.100 dan 1 ga bo'lishimiz kerak. Ya'ni bu degani 1.42 ni 100 ga ko'paytiramiz degani. 142 gramm kelib chiqdi. Bu x2 y5 ning og'irligi. Uchinchi ish. Endi fikrlaymiz. Yuqorida qarasak 110 gramm bu x2 y3 ning massasi. Bu nima degani? Bu 2 ta x bilan 3 ta y ta umumiy massasi 110 gramm keladi degani. Massasini yig'indisi. Ikkinchisi ham xuddi shunday. 2 ta x bilan 5 ta y ta massasi 142 gramm keladi degani. Xo'p, masalan shu yerda hozir bitta misol keltirib olaylik. Alyuminiy 2 ovuchning massasini toping desam, albatta biz yozamiz. 2 ta alyuminiyning massasini va 3 ta kislorodning massasini topamiz. Bu degani 2 ni ko'paytiramiz. Bitta alyuminiyning massasi 27 ga, 3 ni ko'paytiramiz. Bitta kislorod massasi 16 ga. Shunda ko'paytmalarni qo'shib yig'indini topsak, 102 gramm kelib chiqadi. Bu birikmada ham xuddi shu fikr aslini olganda x'imizda ko'rib turibmiz atom soni 2, massasi noma'lum. Chunki bu noma'lum element. Alyuminiyning massasi 27 kelib chiqdi. Bu alyuminiyimiz endi ma'lum element. Shuning uchun bu noma'lum bo'lganligi uchun x bilan belgilab olamiz. Xuddi mana e'tibor berib turinglar, alyuminiy 2 ovuch topayotganda. Qo'shamiz. Shunda y-imiz 3 ta ekan, y-imizning massasi ham noma'lum. Demak, y deb olamiz. Shunda 2 ta x bilan 3 ta y ning umumiy massasi kelib chiqibdi. Bizda endi shartida aytilgan 110 gramm. Mana shu narsani esimizdan chiqarmaymiz. Taqqoslab yozib qo'ydim shunga. Ikki nomalni sistema qilib tuzib oldik. Sistemani ayirish usulidan foydalansak, 2x dan 2x ayirsak 0 bo'lib ketadi. Shu uchun ustini urib tashlaymiz mana. 3y dan 5y ayirsak minus 2y, 110 dan 142 ayirsak minus 32. Minus 32 ni minus 2 ga bo'lamiz. Manfiy songa bo'lsak, bilamiz natija musbat songa teng bo'ladi. Y-imiz ko'rib turganimizda 16. Endi x topamiz. Sistemani yuqoriga hadi 2x plus 3y teng 110, pastga hadi esa 2x plus 5y teng 142 ga teng ko'rib turganimizda. Shunda sistemani yo yuqoriga yoki pastga haddan foydalanib x topib olamiz. Keling shu yerda demak pastga haddan foydalanamiz. 2x plus mana bu yerda 5 ko'paytirilgan y. Endi biz y bor joyga 16 ni aytib qo'yamiz. 5y edi, unga 16 ni qo'ydik. Teng 142. Ixchamlab olamiz. 2x plus 5 kara 16 demak 80 teng 142 ga. 2x teng 142 dan 80 ni ayirsak 62. X teng 31. Ko'rib turibmiz, x va y elementimiz aniq bo'ldi. X elementimiz fosfor, y elementimiz shunda kislorod kelib chiqdi. Keyingisi 11. Demak, x2y va xy2 birikmalarida teng miqdorda x bo'lganda y atomlarining miqdori nisbati nechaga teng bo'ladi? Yoza olamiz. x2y va xy2 teng miqdorda x bo'lsin debdi. Ko'rib turganimizda birinchi birikmada 2 ta x, ikkinchi birikmada bitta. Teng qilishim uchun buni demak 2 ga ko'paytira olamiz mana. Shunda birinchi birikmada y'larni yozib olaylik. Birinchi birikmada y'imiz shunda 1, ikkinchi birikmada mana 2 kara 2, demak 4. 1 va 4 nisbat kelib chiqar ekan. To'g'ri javob B varianti. Keyingisi 11 1. Xuddi shu savol e'tibor berib turgan bo'lsangiz, mana shuni teskari qilib berganman. X demak n y hamda keyingisi x y mana birikmalarni tuzilishini yozib oldik. Teng miqdorda x bo'lganda y nisbatlari, atomlarining nisbati 1/4 nisbatda bo'lsa, n qiymatini aniqlang degan. Mantiqiy fikrlaydigan savol. Endi shu yerda x larimiz soni teng bo'lishi kerak. Birinchi birikmada n ta, ikkinchi birikmada mana bitta. Teng qilishim uchun albatta buni oldiga mana n qo'yib oldim. Shunda
y'larni topa olamiz. Mana birinchi birikmada ko'rib turganimizda bitta y bor, yoza olamiz. Ikkinchi birikmada n ta moddani miqdori esa bu ham n ga teng. Bu degani n ni n ga ko'paytirib olsak, n kvadrat kelib chiqadi. Tegishlicha yozamiz. Birinchi birikmada y'imiz 1, nisbatini topolman. Ikkinchi birikmada n kvadrat teng. Masala shartida aytganidek 1/4 nisbat. 1/4. Shunda birlarni mana tashlab yuborsak, n kvadrat teng 4 ga teng bo'ladi. Demak, kvadrat qisqartirsak, so'zdan ildiz olamiz. n teng ko'rib turganimizda 2. Yoki mana bu yerda n kvadrat degani n ko'paytirilgan n 4 degani. Nechi kara nechi? 4. Demak, to'g'ri javob 2. B varianti ekan. Keyingisi 12/1. x2 y birikmasi tarkibidagi y ning massa ulushi 20% ga teng bo'lsa, tarkibida 19,2 gram x saqlagan x y birikmasining massasini toping debdi. Birinchi birikma. Ikkinchi birikmamiz x y ekan. Shunda ko'rib turibmiz, birinchi birikmada ikkita x, bitta y atimi, ikkinchi birikmada bitta x va bitta y atim mavjud. Ikkinchi birikmada 19,2 gram x saqlasin debdi. Ikkinchi birikmada bitta x'imiz bor edi, buni massasi 19,2 gram kelar ekan. Demak, xulosa qilsak, bitta x ning massasi 19,2 gramga teng ekan. Birinchi birikmada 20% y mavjud ekan. Yozib olamiz. O'z-o'zidan 80%. Shunda x mavjud bo'ladi. Demak, birinchi birikmada ikkita x bor, ikkinchi birikmada bitta x. Bitta x ning massasi 19,2 gram bo'lsa, mana bu yerda ikkita x'imiz bor, massasi 38,4 gramga to'g'ri keladi. Ana endi 80% mana x'imiz 20% y ga to'g'ri kelsa, 38,4 gram x'imiz necha gram y ga to'g'ri keladi? Buni topish uchun 38,4 ni 20 ga ko'paytirib 80 ga bo'lamiz. Qisqartira olamiz 80 bilan 20 ni. Demak, 80 ni 20 ga bo'lsak 4. 38,4 ni mana 1 ga ko'paytirib 4 ga bo'lsak kelib chiqadi. Y'imizning og'irligi 9,6 gram. E'tiborli bo'lamiz shu yerda. Birikmada bitta y atom bor edi. Demak, bitta y'imizning massasi 9,6 gram kelib chiqdi. Ikkinchi birikmaga e'tibor bersak, bu yerda ham bitta y. Demak, bu yerda ham bitta y'imizning massasi albatta 9,6 gramga teng. Endi massasini yig'insini topish uchun ikkalasini qo'shsak, shu birikmani umumiy massasi kelib chiqadi. 28,8 gram kelib chiqadi. C javob to'g'ri ekan. o'n 19,2 gram x saqlagan x y birikma massasi 28,8 gramdir. Bunga ko'ra x 2y birikma tarkibida necha foiz y mavjud debdi. Xuddi mana shu savolni, ya'ni 12/1 da teskarisi qilib berganman. Birinchi birikmani yoza olamiz. X y ga teng ekan. Shunda demak x'imizning og'irligi 19,2 gram. Ko'rib turganimizdek, birikmada bitta x, bitta y bor. Demak, fikrlaymiz, bitta x ning massasi 19,2 gramga teng. Keyingisi birikmani umumiy og'irligi 28,8 gram debdi mana. Endi shu yerda x va y, ya'ni bitta x va bitta y ning umumiy og'irligi 28,8 gram bo'lsa, x'imizning og'irligi 19,2 gram bo'lsa, 28,8 dan 19,2 ni ayirib tashlasak, bitta y'imiz massasi kelib chiqadi mana 9,6 gram. Keyingisi shundan fikrlab topish kerakki, x 2 y birikma tarkibida necha foiz y mavjud? Ko'rib turibmizki, javob aniq. 20% bo'ladi, chunki yuqorida ishladik. Shuni fikrlab topamiz. Bitta x'imizning og'irligi mana yuqori birikmada ko'rib turibmiz. Yuqorida 19,2 gram edi. Ikkita x borligi uchun 2 ga ko'paytiramiz. 38,4 gram. Bitta y'imizning massasi mana 9,6 gram. Shunda umumiy birikmaning og'irligini topsam, 38,4 ga 9,6 gramni qo'shsam, birikmaning og'irligi kelib chiqadi 48 gram. Umumiy birikmamiz 100% bo'lsa, y foizini top degan y'imiz mana 9,6 gram birikmada. Qani, demak necha foizga teng? Demak, biz va 9,6 gramni qisqartiramiz 4,8 ga. 48 4,8 ga bo'lsam mana 10. 9,6 ni 4,8 ga bo'lsam 2. 10 bilan 100 ni qisqartiraman, 10 ga 12 ga ko'paytirsam mana 20% kelib chiqadi. To'g'ri javobimiz A variant ekan. O'nto'g'ri 1.
Birikmani formulasi xn ym m taqsim n'imiz 2,5 bir mol miqdoridagi atomlar soni o'nga teng. Atomlar soni bu yerda x da n ta, y da m ta atom bor. Bu degani n bilan m ni ko'paytmasi o'nga teng degani. Xulosa qilsak, n bilan m ni ko'paytmasi 10, m taqsim n'imiz 2,5. Bu degani ikkita noma'lum sonni ko'paytmasi o'nga teng, bo'linmasi 2,5 ga teng degani. Shunda fikrlab topib o'tiribmizki, bu sonlarimiz 5 bilan 2 bo'lgan. 5 kare 2 10. 5 ni 2 ga bo'lsak, demak 2,5 kelib chiqadi. Lekin buni tenglamasini ham ishlab ko'ramiz. Taqsim 1 degani 1 kare m. M 2,5 ni n'ga ko'paytirsam 2,5 mana n. M turgan joyga 2,5 ni aytib qo'yaman mana. N ko'paytirilgan m o'rniga 2,5 n teng o'nga 2,5 n kvadrat teng o'nga o'nni 2,5 ga bo'lsak n kvadrat teng 4 ga. Ko'rib turganimizdek qisqartirib olsak ildiz olamiz. N teng 2 ga. Endi m ni topib olish uchun mana bu yerga yetib qo'yamiz. M teng 2,5 ko'paytirilgan n. N o'rniga 2 ni qo'ysak teng 5. Biz mana ko'rib turganlaringizdek tenglama bilan ham ishlab oldik yoki oddiy fikrlasak ham bo'ladi. Formulamiz x 2 y 5 ga teng ekan. Demak, to'g'ri javobimiz D varianti. 15-1. Ekvivalent nisbatda olingan metal oksid va metal SO4 dan iborat aralashmada metalning massa ulushi 5/12 ga teng bo'lsa, metal S ning molar massasini aniqlang debdi. Metal oksid, metal SO4. Ekvivalent degani esimizdan chiqarmaylik, teng molda degani. 1 mol deb olamiz o'zimizdan qulay bo'lishi uchun. Shunda metalning massa ulushi umumiy birikmani 5 massasini 12 dan 5 qismini tashkil qilar ekan. 12 dan 5 qismi metal bo'lsa, ko'rib turganimizdek, qolgan, ya'ni 12 dan 5 tersam 7 qismi oksiddagi kislorod bilan metal sulfatdagi SO4 massasiga demak to'g'ri kelar ekan. Yoza olamiz. Metalimiz yuqoridagidek metal oksid tarkibida bitta, metal sulfatda ham bitta. Shunda ikkita metal deb olsak bo'ladi mana. Endi yozamiz. 7 qismi demak kislorod va SO4 massalarini yig'indisi 96 ga 16, birisi 12 gramga to'g'ri kelsa, 5 qism metalimiz demak ikkita metal massasiga teng. Shunda 7 bilan 112 ni qisqartiramiz 16 ga, 16 ni 5 ga ko'paytirsak teng mana 80 kelib chiqadi. 82 ga bo'lsak, demak metalimiz 40. Kalsiy. To'g'ri javobimiz. Bu yerda metal S ning molar massasini toping debdi. Metal S'imiz bu degani kalsiy S 40 bo'lsa, buni massasi 32, birikmani og'irligi kelib chiqadi. Demak 72 gram.